bosh rolda Oля Opaxon. Canım. Beni kuzatishda davom etinglar. Молодцы. Hozir raqsdan keyin mashg'ulot qoringa shog'imizni talchoq. Assalomu alaykum, hurmatli podpishchiklarim, asallarim, go'zallarim. Kuningiz xayrli, barokatli o'tsin. Men har doimgidek mashg'ulotga zalga keldim. Xudo xolasa, zalda sizlar bilan ko'rishguncha. Assalomu alaykum, xayrli kun, meni go'zallarim, asallarim. Men har doimgidek zalga kelaman. Bugun sal ertaroq. Topinglarchi nima uchun? Anchadan beri trenajyorni zalda ayrim sabablarga ko'ra to'xtatib qo'ydim. Mana bugundan inshaalloh Xudo xolasa zalda ham boshlaymiz. Ko'rishamiz asallarim. Mana go'zallarim, menga ko'pchilik savol berishadi. Yoshingizga nisbatan yosh ko'rinasiz va qomatingiz chiroyli degan savol. Hamma savolga mana javob. Mehnat ko'ryapsizlar. Hozir o'zida qancha kaloriya yo'qotyapman, kayfiyatga qanchalik aloqadorligi bor buni kun davomida yaxshi kayfiyatda yurishdi. Yosharishni sababchisi fitness. Kelinglar birgalikda shug'ullanamiz. Xayrli kech meni go'zallarim, asallarim. Men hozir mashg'ulotdan chiqib, kosmetologim Shahnozaxonni yonlariga keldim. Meni chiroyli qilib kipriklarimni qo'yib qo'ydilar. Rahmat, assalam. Assalomu alaykum, hurmatli podpishchilarim, asallarim, go'zallarim. Kuningiz xayrli va barokatli bo'lsin. Men har doimgidek zaldaman. Xayrli kech meni go'zallarim, asallarim, hurmatli podpishchilarim. Mana ham bugun kuni bilan trenirovkada yaxshi energiyaga boy bo'lib, o'zim mashg'ulotlarimni ham boshladim. Xudo xolasa mashg'ulotlarim davomida sizlar bilan ko'rishguncha men sizlarni yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum, xayrli kun go'zallarim, mana hurmatli podpishchilarim. Har doimgidek trenajyorni zaldaman. Mana birdan-bir kuchli ishlarimni yelkalarga, qo'llarga, qamoqqa, son qismlarimga inshaalloh bugun kuni bilan energiyaga to'lab olamiz. Sizlar bilan mashg'ulotimda ko'rishguncha. Xayrli kech meni go'zallarim, asallarim, mana qizlarim milliylikni his qilib turish uchun tillaqoch taqishibdi bugun yangilik qilib. Hattoki menga ham yasab, o'z qo'lim, qo'l mehnati yasab olib berishdi. Mana go'zallarim, xayrli kech hammaga. Yettili mashg'ulotim boshlandi. Hozir raqs jarayoni. Mana Xudo xolasa 5li mashg'ulotimni ham boshlab oldim. Mana asalkalarim. 7li mashg'ulotimni ham boshlab oldim. Mana hamma qizlarni ko'rsata olmayman, go'zallarim, asallarim. Ko'pchilik hijobda, o'shaning uchun hamma qizlarni videoga qo'ya olmayman. Assalomu alaykum, go'zallarim, asallarim, mana hurmatli podpishchiklarim. Anchadan beri bozorga chiqib bozorlik qilmay qo'ydim. Mana bugun inshaalloh Farhadskiy bozordan bozorlik qilaman. Mazza-da bozordan bozorlik qilish. Qaranglar, juda chiroyli terib qo'yilgan. Baribir bozor boshqacha. Faizli.
go'zallarim, bozor uchab yoqib keldim. Hammasini joy-joyli qilib, bugun treningda qilishga ham uslub qilyapman. Xudo xohlasa, o'zimning mashg'ulotlarimda yana ko'rishamiz. Go'zallarim, sizlarni yaxshi ko'raman. Hammasiga ulgursa bo'ladi. Assalomu alaykum, mana hurmatli ko'rishchilarim, go'zallarim, asalarim, bayraminglar muborak bo'lsin. Kuninglar xayrli, barokatli bo'lsin. Va mana mashg'ulotlarni boshlab oldim. Bugun davomida Xudo xohlasa mashg'ulotlarimni joylashtirib boraman. Mani kuzatishni davom eting. Sizlarni yaxshi ko'raman. Raqsdan keyin qorin uchun ishlaymiz. Biz ayollarda faqat qorin muammosi bo'lganligi sababli faqat hozir qoringa ishlaymiz. Assalomu alaykum, mana hurmatli podpischiklarim, asalarim, go'zallarim. Xayrli kun, xayrli kech desak ham bo'ladi. Men har doimgidek zardaman. Yangi yil nafasi kelib turibdi zalimizda, juda ham chiroyli hammayoqlar. Sizlarni mashg'ulotimda kutib qolaman azizlarim. Meni kuzatishni davom eting. Sizlarni yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum, hurmatli podpischiklarim, go'zallarim, asalarim. Kuninglar xayrli, barokatli bo'lsin. Har doimgidek zaldama, milliarimiz guruhi, birlik guruhimni boshlab oldik asalarim. Kun davomida inshaalloh sizlar bilan ko'rishamiz. Sochingni mayda ursang ochilib ketasan yorim. Sochingni mayda ursang ochilib ketasan yorim. Men bilan suhbat qurmay qayrilib ketasan yorim. Aytgin senga nimam yoqmaydi. Men bilan suhbat qurmay qayrilib ketasan yorim. Aytgin senga nimam yoqmaydi. Har ko'rganimda yorim ketadi tandan madorim. Har ko'rganimda yorim ketadi tandan madorim. Saniki bo'lsin yorim, davlatim yo'q borim. Aytgin senga nimam yoqmaydi. Saniki bo'lsin yorim, davlatim yo'q borim. Aytgin senga nimam yoqmaydi.
Assalomu alaykum. Mana hurmatli podpishchiklarim, asonlarim, go'zallarim. Xayrli tong hammaga. Bugun ertalab tursam hamma yoq oppoq. Ko'rib xursand bo'ldim. Shunday havoda maza qilib trenovka qilish kerak. Mana kelyapman zalga, har doimgidek zalga kelyapman. Zal, trenovka mani hayotimning bir bo'lagi desam ham bo'ladi. Sizlar bilan kun davomida ko'rishguncha assalom. Mayda ursang ochilib ketasan yorim, sochingni mayda ursang ochilib ketasan yorim. Men bilan suhbat qurmay qayrilib ketasan yorim. Aytgin senga nimam yoqmaydi. Men bilan suhbat qurmay qayrilib ketasan yorim. Aytgin senga nimam yoqmaydi. Har ko'rganimda yorim ketadi tandan madorim. Har ko'rganimda yorim ketadi tandan madorim. Saniki bo'lsin yorim davlatim yo'q borim. Aytgin senga nimam yoqmaydi. Saniki bo'lsin yorim davlatim yo'q borim. Aytgin senga nimam